Bugungi videomizda Brawl Stars tarixi va mish-mishlar haqida gaplashamiz. Gapni cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. 5 mingta bo'lishimizga 2 ta obunachi qoldi. Yaxshi, bitta qoldi va 5 mingta bo'lamizmi? Iltimos, obuna bosing. Sizning obunangiz orqali biz 5 mingta bo'lamiz. Oldindan kattakon rahmat. Obuna bosdingiz degan umiddaman. Bugungi videodagi 3 savolimiz. Birinchisi, o'yin 2017-yilda deyarli yopilib ketgani rostmi? Ikkinchisi esa Supercell Asti Brawl Stars 2 ustida ishlayaptimi? Uchinchisi esa 2022-yilda Brawl Stars bir kunga to'liq o'chib, ekran qora, to'liq holga maxfiy test bo'lgani rostmi? Keling bularni bilib olamiz. Siz videoga like bosing, biz esa boshlaymiz. Birinchi savolimiz, o'yin 2017-yilda deyarli yopilib ketgani rostmi? degan savolga mana bunday javob beramiz. Ha, bu gap asos bor. 2017-yilda Brawl Stars chiqqan payt edi. O'yin faqat vertikal ekranda edi va juda ko'p muammolar bor edi. Balans yomon, xaritalar juda bo'sh, urush mexanikasi sekin, o'yinchilar soni kam, ko'pchilik o'yinni zerikarli deb baholagan. Supercell hattoki agar o'yin 2018-yilda o'sish bo'lmasa, o'yin yopiladi degan ichki qarorga ham kelgan. Lekin keyin Supercell o'yinni to'liq gorizontal formatga o'tkazdi, xaritalarni o'zgartirdi, yangilanishlarni boshladi va mana o'yin portlab ketdi. Xullas ham Brawl Stars deyarli yopilib ketgan. Agar 6 oy kechiksa, bu o'yin tarixda yo'q bo'ladi. Supercell Brawl Stars 2 ustida ishlayaptimi? Bu rasmiy tasdiqlanmagan, lekin mish-mishlar juda ko'p. Nima uchun odamlar shunday o'ylayapti? Supercell 2023-yil, 2024-yillarda yangi dvijok sotib oldi va uni sinayapti. Yangi animatsiyalar va model sifatlarini yana ham yaxshiladi. O'yin fayllarida Nav Client, Nav Radar degan yashirin kodlar chiqqan. Ayrim razraботчиклар Discordlarida katta o'zgarishlar endi oldinda deb yozgan. Bu hammasi Brawl Stars 2 yoki hech bo'lmasa katta qayta qurilish bo'lishi mumkin degan xulosani keltirmoqda. Xullas rasmiy hali chiqishi noma'lum, lekin faktlar Supercell nimadir katta narsa tayyorlayotganini ko'rsatadi. Uchinchi savolimizga ham yetib keldik. 2020-yilda Brawl Stars bir kunga to'liq o'chib qoldi, ya'ni qora ekran holatiga qolgan. Maxfiy test bo'lgan degan gaplar rostmi? Keling mana shunga javob beramiz. Bu voqea haqiqatdan ham bo'lgan. 2020-yilda minglab o'yinchilar Brawl Starsga kira olishmagan. Nima bo'lgani haqida rasmiy izoh berilmagan. Shuning uchun mish-mishlar boshlangan. Odamlar ikki xil fikrlarga borgan. Birinchisi, Supercell yangi dvijokni sinab ko'rgan. O'yin fayllari o'sha paytda yangi API va yangi radar kodlar bilan topilgan. Ikkinchi fikrlari esa Brawl Stars 2 uchun server test bo'lgan. Chunki o'sha paytdan keyin o'yin grafikasi va animatsiyalar keskin kuchaygan. Rasmiy javob esa Supercell faqat texnik nosozlik deb yozgan. Ammo juda ko'p belgilar bu oddiy nosozlik emasligini ko'rsatadi. Xullas mish-mish rost bo'lishi mumkin. O'sha katta o'chish katta sinovga o'xshagan. Siz nima deb o'ylaysiz? O'shanda Supercell nimani o'ylagan? 2020-yilda nima bo'lgan? 2020-yildan Brawl Stars 2 ustida ishlayotgan bo'lsak, buni izohlarda yozib qolasiz degan umiddaman. Sizlar bilan o'yinlar tarixi bo'ldi. Shu yergacha ko'rayotgan bo'lsangiz, kontentimizni qadrlagan holda bitta like va bitta obunani bosasiz degan umiddaman. Kattakon vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan o'yinlar tarixi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.